Rossiyalik biznesmen Alisher Usmonov muxolifatchi Aleksey Navalniyga video murojaat bilan chiqib, uni jinoyatchi, savodsiz va omadsiz biznesmen deb atadi. Usmonovning Navalniyni sudga berishga bag'ishlangan videorolikni asli o'zbekistonlik biznesmen VKontakte ijtimoiy tarmog'ida joylashtirdi. Oldinroq Navalniy maxsus video dastur tayyorlab, unda Usmonovni korrupsiyada ayblagandi. O'z video murojaatida Usmonov muxolifatchidan kechirim so'rashni talab qiladi va pora bermaganini ta'kidlaydi. Navalniy va u asos solgan korrupsiyaga qarshi fond FBK ustidan Alisher Usmonov arizasi asosidagi sud 30-mayda bo'lib o'tishi kutilmoqda, deya xabar beradi RNS agentligi sudya qaroriga asoslanib. FBK tayyorlagan lavhada, jumladan Usmonov Medvedevga aloqador Sosproyekt fondiga Moskvaning eng qimmat Rublyovka shossesida qiymati 5 milliard rublga teng yer va uy hadya qilgani ta'kidlanadi. Fond lavhasida ta'kidlanishicha, Sosproyekt nazorat kengashining raisi Rossiya bosh vaziri Dmitriy Medvedevning kursdoshi Ilya Yeliseyevdir. Ammo Alisher Usmonov bu ko'chmas mulkni fondga mulkka qiymati barobar bitim asosida berganini aytadi. Navalniy boshqargan FBK esa ularning ixtiyorida pora berishga oid faktlar mavjudligi va bu faktlar sudga taqdim etishga tayyor ekanliklarini bildirgan. Agar ushbu rolik sizga yoqqan bo'lsa, laykni bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Alisher Usmonovni Aleksey Navalniyga qilgan video murojaatiga o'tuvchi silkani rolik ostida qoldiraman.